Ustoz, balg'amsiz ko'p yo'talsa nima qilish kerak? Tabii tuz yalasa şu ötüp gider. Ko'zi qichishsa yoki og'risa, qizarsa nima qilish kerak? Bunda qora çayı quyuq demlep, soğugandan keyin paxta bilan közüne sürse ve közün üzerine koysa bir günde öter. Davleniya chiqsa-chi? Davleniya çıksa en yaxşısı yarım stakan suya yarım limon suyu qo'shib işte davleniyasini tushiradi. Davleniya tushsa-chi? Davleniya tushsa darrov bir shirin narsa yesa yoki non yesa davleniyasi ko'tariladi. Ustoz, o'pka shamollab yo'talsa-chi? Öpke şamarlab yutarsa xususan yosh bolalarda ko'p bo'ladi bu. Ko'kragine asal sürüp üzerine bir gazete yahut kağıt koyup bir saatçe bağlanadı. Zaten onu kaldırsanız asalın yok bo'lganini ko'rasiz. Qachon ki asalı shinmasa o'zi u davolangan to'xtash kerak. Bir gün önge bir gün arkaya shunaqa davom qilish kerak. O yutalini inşallah gidadi.